uchun bizga demak o'zi ozgina ta'rif berib o'tadigan bo'lsak, deformatsiya tashqi ta'sirida jism yoki qismlarning hajmi shaklining o'zgarishiga deformatsiya deyiladi. Deformatsiya ham ikki xil bo'ladi. Demak, elastik deformatsiya, plastik deformatsiya. Demak, tashqi kuch to'xtatilgandan keyin dastlabki holatdan qaytib kelsa, demak, bu elastik deformatsiya, agar dastlabki holatdan qaytmasa, demak, plastik deformatsiya bo'ladi. Endi ishni bajarishga keladigan bo'lsak, demak, birinchi qiladigan ishimiz yukning og'irligini o'lchab olamiz. Ya'ni yukning og'irligimiz demak, bu 25 gram ekan, ustundagisi 150. Общий demak, massasini yozib olsak, 175 gram. Ya'ni 175 gram. Endi egilishda yungdan olinadigan namunamizni o'lchamlarini o'lchab olamiz. Bunda geometrik o'lchamlari birinchi. Demak, uzunligi. Shu namunamizning uzunligi demak 13 sm ekan. Demak, elimiz 13 sm. Keyin elni o'lchab olsak, demak 2 sm ekan. A deganimiz endi 2 sm. Qalinligi B. Demak, bimiz 0,7, ya'ni 0,7 mm. Endi eng asosiy narsamiz demak egilish masofasini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Batishga yordamida demak bundan buni tushirib qo'yib olamiz. Qo'yib oldik. Indikatorimiz buni 0 da turibdi. Demak, endi yukni osishimiz kerak bo'ladi. Yukni osib indikatorimiz qarang. Hozir ishlatilib 2 marta aylanib 45 ga keldi. 2 marta aylanib 1 marta aylansa 100, 2 marta aylansa 200, 240 bo'ldi. Ya'ni 240 ni ko'paytirib olamiz 0,100 mm ga. Ya'ni buni ko'paytirsak 2,4 mm ga egilgan bo'ladi. Ya'ni egilish masofasi liamdamiz 2,4, ya'ni 45 desak 2,45 mm, ya'ni egilish masofamiz 2,45 mm ekan. Hamma narsa o'lchash narsalarini oldik. Endi ishchi formulamiz demak mg l kub taqsim 4 liamda a b kub formula qo'yib hisoblashimiz kerak bo'ladi. M osib qo'ygan yukning massasi, j erkin tush tezligimiz, l namunamizning uzunligi, ya'ni ikkita tayanch orasidagi masofamiz, liamda degan egilish masofasi, a namunamizning eni, b qalinligi hisoblanadi. Shu formula qo'yib kamida 3 marta bajarishimiz kerak, ya'ni y1, y2, y3 dan aniqlanadi. Va eng qiladigan ishimiz o'rtacha qiymatni olishimiz kerak. Ya'ni o'rtacha qiymati demak 3 marta bajarganimizda 3sini qo'shib 3 ga bo'lamiz. Demak o'rtacha qiymat aniqlanadi. Keyin absolyut qiymatni topishimiz kerak. Absolyut qiymatimiz o'rtachadan y1 ni, o'rtachadan y2, o'rtachadan y3 ni aniqlashimiz demak bu absolyut xatolik kelib chiqadi ekan. Absolyut xatolikdan o'rtachani olsak, demak 3sini qo'shib 3 ga bo'lamiz. Keyin oxirida nisbiy xatolik topiladi. Nisbiy xatoligimiz demak absolyut xatolik o'rtachasini dastlabki o'rtachaga bo'lib turib 100% ga ko'paytirsak, demak nisbiy xatoligimiz kelib chiqar ekan. Nisbiy xatoligimiz demak 3-5% bo'lsa, demak to'g'ri bajargan bo'ladi. Bo'lmasa rahmat.